harbiyda ekanimni bilmaysan. Rahmat. Diqqat begonalar, hududni tark eting. Ovoz orqali tanib olish tizimini yoqchi. Politsiyani chaqiraman. Chaqiraver, menga baribir. Baribir politsiyaga xabar qilaman. Chikago uchun jang dunyomizni o'zgartirib yubordi. 1300 dan ortiq. Shaharning katta qismi vayron bo'ldi. Hukumat xizmati o'zga sayyoraliklar faolligi haqida xabar berishingizni so'raydi. Kongress har qanday janglarga cheklov qo'ydi. Bu bilan himoya ittifoqi buzildi. Ma'lumki 5 yil avval Chikagoga bostirib kirish mamlakatimiz kelajagini belgilab berdi. O'sha kun millionlab odamlar bizni urushimizni o'zga sayyoraliklar yordamida olib borish mumkin emasligini tushunib yetishdi. Avtorobotlar kichik bo'linmasiga birgalikda olib borilgan harbiy harakatdan so'ng pana joy tashkil qilib berildi. O'ntalar atrofidagi Decepticon ozodlikda yuribdi. Bu ham bizni qabr shamoli bo'linmamiz yutug'i. Maqsadimiz sayyoramizdan tashqarida paydo bo'lgan texnologiyalarni Amerika nazoratida qoldirish. Salom, men Timothyman. Yonimdagilar sheriklarim. Mana bu o'zga sayyoraliklar qurolini Chicago yaqinidan topdik. Yaponiya, Hindiston va Isroil o'zga sayyoraliklarning bir nechta kemasini qo'lga kiritishgan bo'lishi mumkin. 5000 dan boshlaymiz. Bu matohni 36 ta otish moslamasi bor. Yangi davr boshlandi. Transformerlar davri bitdi. Salom. Salom. Kun bo'yi seni kutdim. Ko'rinishing zo'r. Yo'q, unda mendan ibrat olarsan. Shu gapingni dadang eshitsa bormi? Qayoqqa? Bunga ishonolmayman. Bu nimasi? Ehtiyotlik bilan. Yuk mashinasi. Dada, ish qilib bor pulimizni shunga sarflamadingizmi? Xavotir olma. Meni pulimni ishlatdi, $150. Kelgusi maoshing hisobidan. Qanaqa maosh? Sen oladigan. Qachon? Hech qachon umid qilma. Biluvdim, qizim. Ish beruvchi bilan ishchi munosabatiga aralashmasang bo'lardi. Hamkorimiz deb o'ylagandim. Pulim yo'q. Bitiruv kechasiga unga ko'ylak olib berdim. Axir ko'ylaksiz bora olmaydi. Nima qildi yigitini? Qo'yib yubording-ku. Yo'q, uni va yigitini olib bormoqchi edim. Kim raqs kechasiga otasi bilan boradi? Bu aqlsizlik. Gap bunda emas. Aynan shunda, dada. Nega menga yo'qsa oldinglar? Unda qanday yuritgich borligini bilasizmi? Qizim, shorting juda katta ekan. Sovuq suvda ham yuvma, xo'pmi? Menimcha yarashgandi. Nima deding? O'smir qiz uchun demoqchi edim. O'smir degan? Qoyil. Rahmat. Buni nazarda tutmagandim. Buni platalar yoniga qo'y. Linzalarni esa u yoqqa. Dada, tashlandiq narsadan ikkinchi shunday tashlandiq matoh yaratish uchun pulni sovurishni bas qilarsiz balki. Harfiga boshlanadigan so'zlardan foydalanmaymiz. Bu kinoproyektor, super simplex, kamyob uskuna, smile pilotchi yoki trenovorgitchi. O'z vaqtida topib bo'lmasdi. Ha, xuddi qo'rqlovchi itinga o'xshab-a? Uni xafa qilding. Mana bu-chi Kate. U ham ishlaydimi? Xo'sh? Yo'q. Ha, hamon vaqtidan o'zib ketgan. Kresloga o'tirib muzdek pivani kut. Narsalarni vayron qilma. To'lovni o'tkazib yuborganingiz haqidagi so'nggi ogohlantirish. Qani bo'la qol. Muzdaydan olib kelchi. Bo'la qol. Bo'la qol. Almisoqdan qolgan matohlarni nega yuborishadi? Bu diskman va plyonka. 8 kanalli yozuv uchun musiqa. Hech eshitmagan ekanman. Tuzatsam 100 to'lashadi. Bunga 250. Agar sindirib yubormaganingda yana 20 qo'shilardi. Bularni bari kollejni tamomlashingga yordam beradi. Stipendiya ham olasan. Odatda yetkazib berishga qancha vaqt sarflaydi? Shoshma. Pivani yoningga qo'yadi. Qo'lingga tutqazmas ekan-ku. Ozroq sozlash kerak. Ha. Balki ba'zi narsalarni ixtiro qilmagan ma'quldir. Eski fikrlash. Bu texnologiyalar saroyi. Muqaddas makon. Xo'sh, nima deysiz? Qarang, shuni bari sizniki bo'lishi mumkin. Xo'sh, yer yoqdimi? Mijg'ov ayol qaytibdi. U och ko'rinadi. Tabiatni aytmaysizmi? Hey! Hey, bu meni uyim.
U sotilmaydi. Yarim yillik to'lov qarzi. Elektr energiyasidan o'g'rincha foydalanyapsiz. Sizga og'ir tushmasin. Janob, firmani ko'zdan kechirmoqchimisiz? Ha? Siz uchun jon deb ekskursiya tashkil qilaman. Avvalgi xaridorlarni qayerga qo'yganimni ko'rasiz. Keyin siz uchun joy tanlaymiz. Senga qaytib kelma demaganmidim. Akamni chaqiraman, yana politsiyani ham. Akamni jahli yomon, bilasan-a? Kimni? Jerenimi? Mashinadan tushguncha terga botib ketdi-ku. Maysa ustidan haydasang pushaymon bo'lasan. Jeriga ayt, kirib o'tsin. Uni yong'oqli pirog bilan mehmon qilaman. Hey! U to'sig'ini bosib o'tdi. Kay, tinchlan. Yana tomiring yorilib ketmasin. Nima bo'ladi? Yurak, miya xuruji. Ha, bilaman, bir gal bo'lgandi. Elektr energiyasini o'g'irlayapmizmi? Yo'q, qo'shnilardan qarzga olyapmiz. Zo'r, qoyil maqom. Kollejni bitirib ko'chib ketsam, kim sizga g'amxo'rlik qiladi? Hali menga g'amxo'rlik qilasan. Kim senga kavsarlashni o'rgatdi? Dasturlar yozishni, sochingni ko'rishni, koptok o'ynashni men. Kim sizni kechibsiz pishirish, hisoblarni nazorat qilishga o'rgatdi? Kim mana shu hududda vaqtidan oldin ulg'ayib qoldi? Mayli, fikringni tushundim. Qizaloq, demak biz zo'r jamoa ekanmiz. Bilaman, so'nggi payt biroz qiynaldik, ammo ishon, vaqti kelib yaxshi bo'lib ketadi. Menga ishon, xo'pmi? Ixtirochi ishonchsiz ishlolmaydi. Va'da beraman, kun kelib arziydigan ixtiro qilaman. Sizga ishonaman, dada. Oying sen bilan faxrlangan bo'lardi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hudud bo'ylab tarqaling. 2 kishi nav tomonga. Tushamiz. Shovqin solmang. Joyingizda qoling. Mini dronlarni chiqaring. Qabr shamoli. Bu kobra, burgutni ko'rdim. O't ochishga tayyorlaning. Issiqlik signaturasi. Ikkinchi quvur, kemaning burun tomoni. Yirtqich 01. Nishonda ushlab turibman. Zaryadlarni o'rnating. Birinchi men Mergan 01 man. Burgutlar ichkariga kirib borishyapti. G'avvos 83. G'avvos 83. Ketdik.